Shahnoza, bugun siz bilan podkast ekan. Sizdan so'ramoqchi bo'lgan eng katta, eng global narsam maqsadga erishishda eng oson yo'l qanaqa bo'ladi? Biron bir maqsadni ayollarimiz juda ko'p. Mana misol uchun hozir kurs o'tganda ko'pchilik pul ola olmayman erimdan deydi. Maqsadim bor, maqsadim sizni kursingizni o'qish deyishyapti-da, lekin erimdan pul ola olmayman, pulim yo'q deyishyapti. Shularga qanaqa siz yordam bergan bo'lardingiz? Yaxshi savol berdingiz. Agar har bir insonni aytaylik, nafaqat ayollarni, o'zimni mutaxassisligim bo'yicha kelib chiqadigan bo'lsam, maqsadlarga erishish yo'lida hamrohlik qiladigan bo'lsam, inson maqsad qo'yar ekan, avvalo uni qadriyatidan kelib chiqiladi. Ya'ni qadriyatiga asoslanadi har bir maqsad. Agar ayol kishi, yana so'raganingiz savolingiz bo'yicha, agar ayol kishi o'zini turmush o'rtog'idan pul olishi hozirgi vaqtda aytaylik dolzarb masala yoki aktual mavzu bo'ladigan bo'lsa, men aytgan bo'lardim, har bir ayol o'zini erkagini ilohiy erkak sifatida ko'rish kerak, ishonchda bo'lish kerak. Ya'ni turmush o'rtog'idan qancha pul ola olishiga ishonsa, u shuni oladi. Ishonchiga yarasha hayotida o'zgarish bo'ladi demoqchisizda, to'g'rimi? Masalan, agar u 100 ming so'm pul ola olishiga ishonsa, 100 ming oladi. Menga misol uchun qarang, Shahnoza, menga misol uchun yozib yuborishdida, mani pulim yo'q, yig'lagan smayliklar, anaqa erim pul bermaydi, даже chiroyli kiyimim yo'q, shunaqalar deb yozishganda, inogda bывает, mana shunaqa bo'lib qoladi. Nima javob beray bunga? Hozir rosa bechora ongida ekan bular. Nima javob beray deb shularga nima siz maslahat berasiz? Shunaqa insonlarga-da, mana shunaqa misol uchun shunaqa umuman pulim yo'q. Ya'ni tasavvur qilsizmi, 1 oylik kurs 139 ming, lekin 1 oyda 139 mingni o'zi xohlayotgan kursga atolmayapti. Shundaga nima maslahat berasiz? Keling, avval atay olmasligiga bo'lgan yo'lga, o'sha yo'lga qadar bo'lgan jarayonni bitta orqaga qaytib olamiz-da. Siz hozir o'z so'zingiz bilan aytdingiz, ya'ni u bechora ongda-da. Da. Bechora ongda bo'lganda siz unga qanday munosabatda bo'lasiz? Rahm qilasiz. Endi oldin bo'lganda men oldin bo'lganimda, mana 10 yil, 8 yil oldin bo'lganda rahm qilardim. Lekin bugungi nazarim, bugungi ongim, bugun tafakkurim bilan bilaman, shu inson o'zini o'zi o'sha narxga, o'shanga ham loyiq ko'rmayapti. Ya'ni ichki holati shunaqada, u insonni o'zini loyiq ko'rmasligi. Men prosta siz maqsadga erishtiruvchi coach bo'lganingiz uchun ularga qanaqa maslahat berardingiz deyapman-da. Uni ichki holatini men bilib turibman, o'zini loyiq ko'rmayotganini bilaman, his qilaman. Men ularga nima demay baribir bechora ongida o'tiraveradi. Faqat o'zini ustida ishlab, ilm olmaguncha. U meni hayotiy tajribam va o'zimni atrofimdagi shogirdlarim bormi, o'zimni atrofimda mijozlarim bormi, ularning hayoti уже nafaqat meni, ularning hayoti ham men uchun tasdiq. Xohladi, keladi, ishladi, ilmini oldi, keladi. Bu bor narsa. Umuman shu narsaga ilmini ham olgisi kelmayapti va lekin o'sha maqsadga erishmoqchi. Unda qanaqa vaziyat? Qanaqa qilib yo'l tutish mumkin? Harakat qilsin. Harakat qilsin. Misol uchun sizga kelib qoldi-da, Shahnoza opa, o'sha kursga yozilmoqchiman, pulim yo'q desa, nima deysiz? Demak, u inson hali tayyor emas. Unga yo'naltirmaysiz, yo yo'naltirasizmi? Misol uchun, "Men bunaqa qilib ko'r, anaqa qilib ko'r" deysizmi, yo variantlarni o'ylab ko'r, qayerdan pul kelishi mumkin, unaqa ham demaysiz, ishlamaysiz prosta. Hozir mana bir vaqtning o'zida juda ham ko'p savol berdingiz-da. Endi ozgina uncha chiroyli holat bo'lmasa ham men sizga tushuntiraman. Agar inson hojatxonaga borish kerak bo'lsa, u hech kimdan ruxsat so'ramaydi, hech kimga iltimos qilmaydi, sekin borib o'zini maqsadini amalga oshiradi. Keladi. Xuddi shunday. Agar insonda haqiqatdan ham xohish bo'lsa, u uni bajaradi. 100%. Va yana qo'shimcha qilmoqchiman, biz albatta coach sifatida birinchi o'rinda maslahat bermaymiz, lekin albatta birinchi mijoz bilan shartnoma tuzilganda
mana shu kartning uchburchagi mana psixologlar tilida, ya'ni u bechora ongda bo'lgan holda biza bechora ongdan chiqishini avval unga aytib o'tishimiz kerak, ta'kidlashimiz kerak, chunki har bir inson mas'uliyatni o'zini bo'yniga, zimmasiga olgan holda keladi-da. Shunga muvofiq coach ham o'zini pozitsiyasida turadi. Ya'ni biz uni qutqarib olmaymiz. Biz uni hozir qutqarib olsak, keyin hayoti yana qanday davom etadi masalan. O'shaning uchun u mas'uliyatni to'liq bo'yniga, zimmasiga olgan bo'lishi kerak. Biz boshidan buni ta'kidlashimiz kerak. San, ya'ni yetilgan inson singari chiqishing kerak, ya'ni bu bechora jabrdiyda ongidan chiqish kerakda va mas'uliyatni olgan inson sifatida qadam bosib olg'a yurish kerak. O'shanda u maqsadlariga ham erishadi, boshqa ishlarni ham amalga oshirish. Eng kerakligi aytaymi nima? Eng kerakligi o'sha kursimda shu ilmni bermoqchiman, ya'ni qanaqa qilib olish mumkin, qanaqa qilib tafakkurini o'zgartirish mumkin, lekin o'shangacha bo'lgan qadamni хотя бы o'zligi qilib olishligi kerakda. O'sha qadamni ham qilmasdan yo'q deb o'tirganlarga men o'yladimki, siz balkim qanaqadir tavsiya berardisiz. Men u ilmni yig'ib tayyorlab qo'yaman, ularga har qanaqasiga tushuntiryapman. Endi shunda ham agar nolayotgan bo'lsa, keling men Shahnoza yoritib bersam, ular qanaqa yo'l tutishi mumkin yana deb siz bilan shunaqa podkast olaylik degandim. Значит, siz ular bilan agar bechora ongida bo'ladigan bo'lsa, ularni qutqaraman ham demaysiz. O'zi javobgarlikni olib, o'zi xohlasa, o'shanda bir nima o'zgaradi deyapsiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Ya'ni bizani mijozlarimiz ko'zi yongan, haqiqatdan ham maqsadga erishmoqchi, o'zi hayotda ko'p narsaga erishgan va yana ko'prog'ini xohlaydigan, umuman shaxsiy rivojini ham rivojlantiradigan shunaqangi insonlar keladi. Bizga tayyor holda insonlar keladi. Asosan yetuk inson bo'lish kerak ekan-da. Sizga kelish uchun jabrdiyda bo'lish kerak ekan. Bechora ham bo'lish kerak. Shunday. Faqat u maqsadlariga ketmoqchi. Shunaqangi insonga biz hamrohlik qilamiz odatda. Bizda maqsad, endi men o'zimni aytsam, menda maqsad o'sha imенно men ham shu ongdan chiqqanman-ku. Chiqqanim uchun men o'ylagandim, 500 ming, $100 emasda, davay 100 mana shunaqa ozgina bitta kruassan bilan bitta kofeni pulini qilsak, хотя бы keladi degan edik. Da kelishdi, ayollar maza qilib o'qishyapti. No, ko'pligi shunaqa men hozir sizga aytgan shu bechora ongida ekandingiz, значит, siz aytganingizdek, ular o'zini tanlovini qilib olish kerak ekan. Shunday. Rahmat Shahnoza kattakon. Minnatdorman sizdan. Shahnozaga aloqaga chiqmoqchi bo'lsangiz, pastda Instagram adreslarini qoldiramiz. Yana hozir murojaat qilsanglar, hozir chegirma bor. 20% chegirmada xarid qilishinglar mumkin. Agar hozir kirsanglar, birinchi skidka narxida kirib olasizlar qizlar. Bechora ongidan chiqib ketish uchun